Germaniyada yashovchi bir musulmon oila farzand ko'ribdi va sunnatga amal qilib 7-kuni bolani sochini oldirib aqiqa qilibdi. 40 kundan keyin vrach qabuliga borishganda, vrach bolani obdon tekshirib bo'lib, ulardan "Bola shunday tug'ilganmi yo sochini o'zlaring qirqib qo'ydilaringmi?" deb so'rabdi. Ular "O'zimiz, nima biror narsa bo'libdimi?" deyishdi. Vrach "Yo'q, hammasi yaxshi. Yaqinda biz hamkasblar bilan bir tekshiruv o'tkazgandik. Unda chaqaloqlarni 40 kunligidan sochi olib qo'yilsa, bolani ko'rish, eshitish va jismoniy rivojlanishga juda katta foydasi borligini kashf qilgandik. Agar 7 kunlikda soch olinsa 2 barobar yaxshi bo'lar ekan. Sizlar buni qayoqdan eshitdinglar?" deb hayratlanib so'rabdi. Bolaning otasi "Bizga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlar", dedi. Vrach "Axir bu yangilikka endi 50 kun bo'ldi. U odam qayerdan bilgan?" deb so'rabdi. Shunda bolani otasi payg'ambarimiz 1400 yil oldin yashab o'tib ketganlar dedi.